Nafsni poklash, nafsni birinchi bo'lib kufrdan poklashdan boshlanadi. Eng yomon illat kufr. Shirk turadi. Qur'oni Karimda shirkni qattiq qoralangan. Lekin shirk xudosizlikdan ko'ra yumush past bir pog'ona past turadi deydi ulamolar. Nega desa, shirk o'z og'ir gunoh, xudosizlik undan ham og'ir gunoh. Chunki shirk keltirgan odam Allohni tan oladi u. Faqat Allohga boshqani sherik qiladi. Allohni tan olmaslik shirkdan ham og'ir jinoyat hisoblanadi. Ana u eng katta nafsdagi eng katta kir u bo'ladi. Undan keyin shirk turadi. Undan keyin boshqa gunohlar turadi, qalb illatlari turadi. Mana bulardan nafsni poklash nifoq turadi masalan. Kufrdan keyin nifoq turadi. Mana bu illatlardan qalbni poklagan odam poklab borib nafsda borib hech qanaqa kir qolmasdan u nafsga mutmainna bo'ladi. Nafsni poklash qandoq bo'ladi? Muhammad Taqiy Usmoniy kelganlarida Hazratning uylarida mehmon qilinganda biz so'radim shunda. Mana hozir hamma so'raydi, mana nafs pokligi haqida gapirsak, doim suhbatdan keyin chiqib kimga qo'l beraylik deyshadi. Odatda shu savol tug'iladi. Ya'ni kim bizga nafs poklash bo'yicha kim yordam beradi hozir degan savol beriladi. Juda qiyin savol, javobi qiyin savol. Nafsni poklash qandoq bo'ladi? Hozir mana nafs poklash kerak deb ketsak ketaveramiz. Ikki og'iz bunga izoh bersak, keyin maqsadga muvofiq bo'ladi. Oyatdan xulosa olamizda. Biz Taqiy Usmoniydan so'radik. Men so'radimki, o'sha u kishi tariqatlar haqida gapirdi. Tariqatlardan u kishining ijozasi bor ekan. Tahonaviydan olgan ijozam bor. Lekin Tahonaviyning yo'li menga ma'qul dedilar. U qandoq desa, odatan nafsni poklanishi ustoz bilan bo'ladi. Odatan. O'z-o'zidan poklanish-chi desa, vallohu yuzakki man yasha. Aynan shu oyatni keltirdi u kishi. Alloh xohlagan bandasining nafsini poklab qo'yishi mumkin. Ya'ni unga tavfiq beradi, ozgina ilm o'qiydi, xulosa qiladi, nafsini poklab borishi mumkin. Lekin odatan va eng qulayi ustoz yordamida nafs poklanadi. Qadimda Rasululloh akram alayhisolatu vassalom va sahobalar paytida hamma ilm bitta bo'lgan paytda, hamma ilm, Qur'on ilmi ham sahobada edi, hadis ham sahobalarda. Aqidani ham o'shalar o'rgatgan, fiqhni ham ular o'rgatyapti. Tasavvufni ham ular ketavergan. Lekin vaqt o'tishi bilan ilmlar rivojlangan. Ilm qanaqa rivojlanadi? Masalan, dastlab tushunilmagan ma'nolarni keyin kimlardir tushunishni istinbot qila boshlaydi. Istinbot qilganda o'z-o'zidan farq paydo bo'ladi. Siz bilan meni gapim bir xil chiqmaydi ba'zida. O'z-o'zidan ikkalamizdan keyin kelgan odam ikkalamizdan qaysi birimizga to'g'ri shuni aniqlashga majbur bo'ladi. Ikkita ma'noni olib qo'ydi-yu, ikkita sahoba. Bitta oyatdan ikkita sahoba ikki xil ma'no olib qo'ydi. Endi tobiin ikkalasi ham sahoba, kichkina odam emas. Endi u qaysi birini olish kerak? Endi tobiinga vazifa bo'ladi, uni tahlil qilish kerak bo'ladi. Mana bu narsa ilmning kengayishining bitta ko'rinishi. Shunaqa bo'lib ilmlar kengayib, bitta ilmlar ajrab chiqqan. Qiroat ilmi ajrab chiqdi, fiqh ilmi ajrab chiqdi, tasavvuf ilmi, keyin masalan aytaylik, aqida ilmi ajrab chiqdi. Ba'zi aytaylik tobiinlar orasida aqida bilan ko'proq shug'ullanadiganlar paydo bo'la boshladi. Nimadan kelib chiqdi? Boshqa sohalarga aralashsa, bu sohani to'liq egallay olmayapti. Shuning uchun bir sohaga ko'proq shug'ullanishga to'g'ri keldi. Ana shunaqa hadis ilmi ajrab chiqdi. Shu ilmlar ajragan paytda tasavvuf ilmi ham keyinroq bo'lsa-da ajrab chiqqan. Birin-ketinligida ajrab chiqqan. O'shandan keyin mana tasavvuf ulamolari demak bu vazifani ular zimmaga olgan. Nima bo'ladi? Aqida bo'yicha ummatning g'amini aqida ulamolari yeydi. Uni to'g'rilaydi. Fiqh bo'yicha faqihlar shug'ullanadi, Qur'on bo'yicha qiroat ulamolar shug'ullanadi. Ana endi tasavvuf, nafsni poklash bo'yicha tasavvuf ahli shug'ullanadi. Bu qayerdan paydo bo'ladi bu har xillik desa, bitta odam jamlash mumkinmi desa, jamlash mumkin. Lekin baribir mutaxassislar guruhi bo'lgan paytda, guruhga ajragan paytda inson tabiiy qobiliyatdan kelib chiqib, hayot tarzidan qiziqishdan kelib chiqib, qaysi birdir sohaga qobiliyatli bo'ladi. Bu o'shanga ko'proq shug'ullanadi. Jumladan tasavvuf borasida tug'ma talant ham kerak bo'ladi.
Shuning uchun Qur'on hadisdan muhaddislar hech kim olmagan hadisga doir nuqtani olsa, faqihlar hech kim ololmagan ahkomlarni olsa, aqida ulamolari hech kim tushunmagan aqida xulosalarini olsa, tasavvuf mashoyixlari hech kim ololmagan hikmatlarni olgan. Nega desa, hayotda ko'p mashg'uloti shu nafs poklashga qaratilgan-ku. Bu odam o'z-o'zidan boshqalar ko'rmagan joylarni ko'radi. Bu Allohning hikmati. Mana shunaqa bo'lib ilmlar rivojlangan. Va yangi masalan tarbiya olib, yangi dinga kirgan yoki yangi ulg'aygan avlod nima qilgan? Fikrni to'g'rilashga faqihga borgan. Nimani aytaylik, nafsini poklashga mutasavvifning oldiga borgan. Mutasavvif ulamolar nima qilgan? Ular nafsni poklash borasida birinchidan o'zini hayotida ko'p shug'ullanib, ko'p narsani e'tiborda tutgan. Uni siz bilan biz boshqa odam uni e'tibordan qochirib o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin, lekin kimdir shuni olib qoladi. Ilg'aydi. Qalbni kechinmasini ilg'ash ham u hamada bo'lmaydi. Unga hassoslik kerak bo'ladi. Odatan hassos odamlar tasavvufni ko'proq egallagan. Ular haligi tasavvuf borasida ba'zi bir hikmatli gaplarni aytib, nafs borasida ba'zi bir gaplarni aytishni boshlagandan keyin odamlar endi ularga murojaat qila boshlagan. Taqsir, ko'ngilga manaqa gap kelyapti. Mana illatdan qutula olmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Keyin bular shug'ullanishni boshlagan, ular bilan. Masalan, Junayd Bag'dodiy shogirdlarini guruh qilib tarbiyalagan ekan. Qarang. Bitta guruhni o'sha Qur'on hadisdan olgan bitta uslub bo'yicha, o'zining ijtihodi bo'yicha tarbiya qilsa, ikkinchi guruhni boshqa uslub bilan tarbiya qilgan. Tajriba mana shunaqa qilib ilm hosil qilingan, kerak bo'lsa. Va ular keyingi avlodga mana shu boyligini qoldirgan. O'shalarning davomi Abdul Qodir Jiloniy, Qushayri ketaveradi. Naqshbandiy o'shalarning oxirgilaridan hisoblanadi. Abdul Qodir G'ijduvoniy, bular nima bilan shug'ullangan? Bular odamlarni fiqhdan boxabar bo'lganmi? Bo'lgan boxabar. Hozirgi ancha-muncha faqihdan yaxshi faqih bo'lgan ko'p. Qiroatdan bo'lgan. Masalan, Najmiddin Kubroning tafsiri bor. Juda katta tafsir. Hozir domlalarimiz harakat qilyapti nashriga. Juda katta tafsir. Birov Najmiddin Kubroning tafsiri yozgan deb o'ylamaydi. Hamma so'p bo'lgan deb o'ylaydi, xolos. Tasavvuf mashoyixi, lekin mufassir bo'lgan. Yana shunga o'xshash boshqa ilmlardan xabardor bo'lgan, lekin ularga Alloh shunaqa fahm, shunaqa his berganki, ular tarbiyaga usta bo'lgan. Birov kelib shu illatdan qutula olmayapman desa, bitta gap bilan to'g'rilab qo'ygan. Va gohida Alloh ularning qalbiga ko'p Allohning zikriga ko'p mashg'ul bo'lgandan ularning qalbidan Alloh ziyo bergan boshqalarga. Va boshqa karomatlar ham bo'lgan. Mana bu xalq. Tarix osha tasavvuf ahli, tariqat ahli deyilgan. Bular islom ilmlarining bir qismi o'laroq islom ummatiga o'ta katta ilmiy meros qoldirgan. Lekin oxirgi vaqtga kelib tasavvuf yo'lida chalg'ishlar ko'p bo'ldi, toyilishlar ko'p bo'ldi. O'sha toyilishlarni, chalg'ishlarni ro'kash qilib tasavvufni butunicha qoralaydigan odamlar paydo bo'ldi. U islom ilmlarining bir qismi bu. Hozir shunaqa odamlar bor. U so'fi deydi. Bilib qo'ying, agar haqiqiy so'fini ta'riflasangiz, Rasululloh akram alayhisolatu vassalom so'fi bo'ladilar. Rasululloh g'ir so'fi bo'lgan. Tarki dunyo, ya'ni Rasululloh akram alayhisolam tarki dunyo qilmaganlar, lekin zohid bo'lganlar. Tasavvuf ahlining eng ko'zga ko'ringan qilig'i dunyoga shug'ullanishdan o'zini tiyish, hech bo'lmasa qalban. Rasululloh akram alayhisolam shunday qilganlar. Tasavvuf ahlining asosiy qiladigan ishi nima? Zikr. Kechgacha zikr, namoz, vazifalar. Rasululloh hamma sunnat-ku. O'sha tasavvufni qoralayotganlar bitta masalani aytsangiz, bu sunnatmi, vojibmi deydi. Vojib desangiz qiladi, sunnat desangiz qilmay ketaveradi. Kerak bo'lsa. U sunnat, u mustahab, u zaif. Ish shu. Bor narsani kamaytirish. Tasavvuf mashoyixlari esa unaqa bo'lmagan. Ular Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga har bitta kalimagacha ergashishga harakat qilgan. Va ulardan asosiy joy Qur'on hadisdan tasavvuf mashoyixlaridan orasida botiniylar chiqib adashtirganlar ham bo'lgan, lekin ahli sunna tasavvuf ulamolari Qur'on hadisdan shunaqa nuqtalar olganki, uni hech kim qaytib ola olmaydi. Nega biz undan voz kechishimiz kerak? Nega uni yo'q qilishimiz kerak? Nega islom tarmog'ining bitta tarmog'ini biz bekorga chiqarishimiz kerak? Nega? Nega 1000 yil islom ulamolari shu tasavvufga ahli etmagan ekan? Yomonlashgan.
Yo'q, tasavvuf sofi desa Hazrat Naqshbandiylar bular shariatga amal qilishda boshqalardan ustunligi bilan ahli tariqat bo'ladi. Boshqalar mustahab deb tashab ketayotgan ishni vojibdek haligi o'zini qiynab bajaradi. Ana bunaqa bo'ladi. Va ular asosan nafsni poklash bilan shug'ullanadi. Lekin tarki dunyochilik degan narsa boshqa narsa bu. U tasavvuf mashayihlarining juda ko'p boy bo'lgan. Mana Xo'ja Ahror Vali u yurtdagi eng katta boy bo'lgan. Bu amirlardan ham boy bo'lgan. Pul qo'lida bo'lgan, ko'nglida bo'lmagan. Lekin tasavvufni nimaga qoralaysiz? U islomning bir bo'lagiku. Tasavvufni qoralash bilan tasavvufga aloqador hamma ulamolarni chippakka chiqarish bor. Aqidani qoralashadi bular, Maturidi, Ash'ariyni. U bilan aqidaga, o'sha aqidaga tegishli ulamolarni qoralash bor. Kim qoladi? U fiqhga ham ishonmaydi ular. Yaqindan beri fiqhga sal e'tibor berib qolishdi. Oldin fiqh bundan 40-30 yil oldin to'rala mazhab ulamolari, fuqaholarni ham bir tin qilib kitob yozishib, gapirib yurishardi. Biz ham o'shalarga o'xshagan, men ham Shofiyman, men ham Hanbaliyman deyishardi. Endi fiqhdan hamma yo'qda peshanasini devorga urilaverib, fiqhga sal ehtiyot bo'lib qolishgan. Endi qolganlarni tanasini hali to'xtatishgani yo'q. Lekin ilm rivojlansa, xotirjam bo'linglar, ilm rivojlansa, bularni ham tan olishadi. Chunki bu islom tarixi bu. Bu siz faqihingizga ishonmasangiz, o'zi 3 ta. Aqida ulamosiga ishonmasangiz, faqihiga ishonmasangiz, tazkiya ahliga ishonmasangiz, nima qoladi dinda? Kim qoladi? U 1400 yil nima osmondan sizga qaytadan vahiy tushgan bo'ladimi? 1400 yil yo'q bo'lib. 1400 yil islom ulamolari qanaqasiga bekorga chiqadi, qanaqasiga ular zalolatda bo'ladi? Bu botil gap bu. Sofi desangiz, allergiyasi qo'ziydiganlar bor. Xotirjam bo'ling. Sofiylik bu tasavvuf, bu shariatning tugal ko'rinishi xolos. Dinga amal qilishni qalb bilan amal qilish, vijdonan amal qilish, ixlos bilan amal qilish. Bu juda hassos narsa. Bu sahobalardan kelgan narsa. Hazrat Ali roziyallohu anhu bir dushmanni, qo'mondonni jang qilib, yer tishlatib, bir uruvda qilich uchib ketdi. Shunda qilich bilan aliginga qilichni solaman deb tursa, tupurib yubordi dushman. Shunda Hazrat Ali roziyallohu anhu betini sekin artdi-da, qilichni qiniga solib orqaga qaytib ketib qoldi. Menga qara, sen halitdan beri men bilan urushding. Qo'limda qilichim yo'q. Bir ursang o'ladigan holatda nega sen meni o'ldirmay ketyapsan? Shunda Hazrat Ali roziyallohu anhu aytganlar: "Men seni Alloh uchun dushman tutib, Alloh uchun sen bilan kurashayotgan edim. Yuzimga tupurganingda nafsimda unga nisbatan, senga nisbatan nafrat paydo bo'ldi. Endi senga zarba berishda nafsim qo'shilib qolishidan qo'rqdim" deganlar. Qiyomatda men o'zimni nafsimni deb birovga qilich ko'targan bo'lib turishni xohlamayman deganlar. Qalbdagi mana shu kechinmani his qilish uchun qanaqa hassos bo'lish kerak? O'sha vajohatda ya. Tasavvufni yetkizgan ulamo, sahobalarning eng kattalari Salmon Farsi, Abu Bakr Siddiq, Hazrat Ali bo'ladi. Xuddi qiroatda Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Sobitlar ustun bo'lgandagi tasavvufda Abu Zar roziyallohu anhu, Abu Bakr roziyallohu anhu, Salmon Farsi, Hazrat Alilardan rivoyat qilinadi tasavvufdagi ko'p gaplar. Nega biz uni yo'qqa chiqarishimiz kerak? Qiroat kitoblarida bor, qiroat ulamolar orqali sahobalardan naql qilingan rivoyatlar hadis kitoblarida kelmaydi. Bir qanchasi. Agar siz qiroat ulamolarini tan olmasangiz, sahobalarning bir qism ilmi, Rasulullohning bir qism ilmidan kechishingiz kerak. Voz kechgan bo'lasiz. Xuddi shuni singari tasavvuf mashayihlari ham sahobalardan boshqalar naql qilmagan tarbiya usullarini naql qilgan. Nega biz uni yo'qqa chiqarishimiz kerak? Uni muhaddisning kitobidan topa olmaysiz uni. To'g'ri, muhaddislarning kitobida katta qismi bor, lekin ba'zi bir nozik jihatlar bor, u tasavvuf ahlining kitobida bo'ladi. Xuddi ma'lum qism sahobalarning ilmi, fiqhi faqihlarning kitobida bo'lgani kabi. Endi bu mavzu inshaalloh qancha gapirsak ketaveradigan mavzu, lekin shuni bilib qo'yishimiz kerak. Tasavvuf qalbni poklashga tasavvuf mashayihlari shug'ullangan. Bugun nima qilishimiz kerak? Bugun bizga eng yaxshi qo'llanma Hazratning ruhiy tarbiya kitoblari bo'ladi. U kishining shu kitoblarini o'qishimiz kerak va shu darsliklarni eshitib amalga tatbiq qilsak, mana shu ruhiy tarbiya bo'yicha bizga hozircha eng yetarli yaxshi manba bo'ladi.